Assalomu alaykum, Mijons kanalining kuzatuvchilari, chorva ish qozilari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 8-fevral. Biz o'zimizning xonadonda Marg'ilon shahridan kichkinagina videorolik olyapmiz. Bugungi videorolik olishimizdan maqsad qo'ylarimizni kechki yemlarni beramiz. Qo'ylarimiz ancha katta bo'lib qolgani uchun oldingi berayotgan yemimizga to'ymay qoldi. Yemini sal qo'shib berganmiz. Xudo xolasa bitta qo'yimizga bir oyda necha pul rasxod bo'lyapti. 1-fevraldan boshlab yemini kuchaytirganmiz. Necha puldan rasxod bo'layotganini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana akalar 1 kilo 200 sho'rxamizni sotib oldik. Sho'rxamizni ham oldin 1 kilo berayotgandik. Bir mahaliga ikkita qo'yga hozir 200 gram qo'shib qo'ydik. Ichi to'ymay qolishdi. Silyosimizni ham bir mahaliga 1,5 kilogram berayotgandik. Hozir mana 2,5 kilogram o'lchayapmiz. Mana tarozimiz oddiy tarozi. Xudo xolasa mana bir mahalliga qo'yimizni, ikkita qo'yimizni bir mahalliga yemi, bir mahalligini pulini hisoblasak, bitta qo'yimizni erta kechlik yemi chiqadi, 1 kunlik rasxod chiqadi. Bir xilda erta kechga bir xilda yem yeyishadi. Mana sho'rxamiz 1 kilo 200 yeyapti. 3600 so'mdan 4320 so'm. Silyos 2,5 kilo yeyapti bir mahaliga. 2,5 so'm. Mana buqa yemimiz 1 kilogram yeyapti. 5000 so'm. 1 kunlik rasxodi bitta qo'yimizni erta kechga 2 mahalida 1 kunlik rasxodi 11820 so'm. Buni 30 ga ko'paytirsak 354600 so'm. Hozir endi mana shu 1-fevraldan mashinga o'tdik. Yemini kuchaytirdik. To'ymay qolishdi. O'zlari ham ancha katta bo'lib qolishdi. Mana u boshidan bunaqa yegani, mana olingandan beri 193 ming, 210 ming, 270 ming, 303 ming yeb, mana endi 355 ming so'm yeyapti. Mana bu o'tgan safargisi mana 1,5 kilogram yeyapti. Endi hozir 2,5 kilogram qilib berdi yemlarini. Qo'ylarimiz ham endi kichkina qo'y bas, mana o'tgan safar tortganmiz. Bu kasal bo'lgan qo'yimiz 22-yanvarda tortganmiz. Kasal bo'lib, mazasi bo'lmay qolib, endi tuzalgan qo'yimiz. Tiri vazni 58 kilogram, narigi sog'lom qo'yimiz 71 kilogram. 71 kilogramli qo'chqor kichkina qo'zichabat, o'shaning uchun ishtahalari ham yaxshi, ko'p yeyapti. O'shaning uchun yemlarini qo'shib berdik. Xudo xolasa 22-yanvarda tortganmiz, endi 22-fevralda yana bir marta tortamiz. Bir oyda necha kilogramdan qo'shganini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Videolarimizni o'tkazib olmasalaring 22-fevralda yana qayta tortamiz. Mana akalar yemlarini bir xilda, bir chiroyli qilib aralashtirib oldik. Xudo xolasa yemlarimiz yana bir qator to'xtalib o'tamiz. Qo'ylaringizga makka bermaysizmi degan akalarimizga bu tayyorlangan yemimizda 9 xil mahsulotimiz bor. Mana kepay, makka uni, arpa uni, raps shiroti, semichka shiroti, bilafos, vitamin, kalsiy, osh sodasi, hazm jarayonini tezlatish uchun osh sodasi va 9-tuz. Ichlarida tuzlari ham qo'shilgan me'yorda. Mana bir qobobga to'kib berganmiz. Buqa yem shuna qilib o'zlari qadoqlab chiqarishyapti. Mana agar kimga yem zarur bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga murojaat qilishlari mumkin. Dastlabkalari bor, kelishilgan holatda yetkazib olib berishadi. Mana akalar, qo'ylarimiz yemlarini berdik, maza qilib ishyapti. Xohlasim oxirining ustiga yana bitta taxta qo'shib beraman. Endi yemi ko'payganini hisobiga tashqariga chachib yuborishyapti. O'shaning uchun bir qator yana taxta bilan o'rab balandroq qilib beraman. To'kib yuborishmasligi uchun. Kommentariyada yozishlaring mumkin. Rasxod ko'payib ketibdi. Bir kuniga 11 ming, bitta qo'yga ko'p deyishlaring mumkin. Endi buni yo'nalishim, meni yo'nalishim bordoqchilik. Buni semirtirib, so'yib sotilinadi. O'shaning uchun buni hozir aldab, oz narsa berib vaqtni
cho'zib ko'paytirgandan foyda yo'q. Qo'y semirmaydi. Uni aldab bo'lmaydi. Urug'likka bo'ladigan bo'lsa, sog'liq bo'ladigan bo'lsa, uni texotda boqish mumkin. 2 kilo silosga 1,5 kilo kepadi o'zini tashlab bersiz ham urug'likka turgan qo'chqor o'zini vaznini yo'qotmasa bo'ldi. Bir xilda texotda turaveradi. Bular endi yeb tez-tez semirish kerak. O'shaning uchun yemidan qisilingani yo'q. Xudo xolasa chiroyli bo'ladigan umiddamiz. Videolarimizda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa bittadan like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.